Xayrli kun. Xavi, ertaga siz Real murabbiy sifatida birinchi klassikoni o'tkazasiz. Bunday uchrashuvda Santiago Bernabeuning ahamiyati qanchalik katta bo'ladi? Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Xayrli kun. Hammasi to'g'ri. Klassiko bu o'ziga xos o'yin. U uzoq yillardan buyon va hozir ham shunday o'yin bo'lib kelmoqda. Yangi kelganlar va bu loyihamiz uchun ham bu birinchi klassiko. Shu sababli ham bu stadiondan biz bilgan, bizni oldinga undaydigan kuchli energiyani, vibratsiyani his qilishni istardik. Bir necha kun oldin Lamine Yamalning Real doimo nolish haqidagi intervyusini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu gaplar Real kiyim almashtirish xonasiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Avval aytganimdek, bu yetarli darajadagi muhim o'yin. Unda biz g'alaba qozonishimiz va rohatlanishimiz uchun ko'plab jumboqlar bor. Aynan shu narsalar bizni ko'proq o'ylantiradi. Ha, bilaman, bu yangi loyiha, yangi jamoa, ammo o'tgan mavsumdagi klassikolardan qandaydir xulosa chiqarish mumkinmi? Ha, bu o'yinda ham o'xshash vaziyatlar bo'lishi mumkin. Biz ularni tahlil qildik. Biroq bu ular uchun ham, men uchun ham boshqa o'yin bo'ladi. Bizning loyihamiz o'zgacha. Biz har kuni ishlayotgan uslubimizda o'ynab, eng kuchli jihatlarimizdan foydalanishga harakat qilamiz va yaxshi o'yin o'tkazishga intilamiz. Barselona futbolchilari tomonidan klassikolar haqida aytilgan gaplarga qanday munosabatdasan? Yo'q, men bunga e'tibor bermayman. Barselona tomonidan biz tomonga aytilgan gap-so'zlar juda ham ko'p. Meni ularni baholab, tahlil qilishga vaqtim yo'q. Biz uchun eng muhimi bu yashil maydon. Qayerdan ekanimiz va ertaga bizni nimalar kutayotgani. Aynan shu narsalar meni ko'proq o'ylantiradi va shu haqida biz ko'proq ishlaymiz.